qabrlari to'lgan bu joyni majburlikdan keladi odam. Yuraklari oxirgi tomchi ko'z yoshlari oqadi. Odam, otam dedim, onajonim siz. Ergim kelmas sizni qizg'onib. Otam faqat yotibdi shu yerda. Majbur berdim sizga ishonib. Bizadan keyin mana yoshlar kelib bizani ziyorat qilishadi. Menga hozir bu yerda turish juda ham o'ziga yarasha mas'uliyatli. Sababi bu meni qadar buzrukvorim. Meni dunyoga keltirish, hayotga kelishimga sababchi bo'lgan otamlarning qabrlari bu. Lekin men ularni qabrdan na chiqaza olmayman, na qabrdan gapirtira olmayman. Bugun mana o'rtog'imizning onalarini ko'mdik. Ko'pchilik bo'lib. Hech kim o'zini ota-onasini yerga qo'ygisi kelmaydi. Majburlikdan olib kelamiz bu yoqqa biz. Iloyim majburlikdan hech kimni olib kelmasin bu yoqqa.